Mamlakatimizda yo'lsozlik sohasi so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. Nafaqat poytaxt yoki yirik shaharlarda, balki olis hududlarda ham mustahkam, zamonaviy, xavfsiz yo'llar barpo etilyapti. Qashqadaryo viloyatida jami 21.637 kilometr avtomobil yo'llari bo'lib, shundan 3.467 kilometri umum foydalanuvda hamda 18.206 kilometri ichki xo'jalik yo'llari hisoblanadi. So'nggi 7 yil ichida viloyatdagi jami yo'llarning 44% ortig'i tubdan yangilandi. Lavhamiz hozirgi amalga oshirilayotgan ishlar haqida. Sohaga e'tibor va davlatimiz rahbarining alohida qo'llab-quvvatlashi bilan so'nggi 7 yil ichida viloyatdagi jami yo'llarning 44% dan oshiq qismi tubdan yangilandi. Chiroqchi Sho'rquduq yo'li sir emas. Mazkur yo'l uzoq yillardan buyon chiroqchiliklar va ushbu yo'ldan qatnovchi qo'shni tumanlar aholisining ham og'riqli nuqtalaridan biri edi. Oldingi holati qiyin edi. Ta'mirlanyapti, keng yo'l. Bizning hududimiz keng ravon bo'layotganidan xursandmiz. Yurishda iloji yo'q edi-da. Mashinani ham, odamlarni ham qiynaydi. Shuning uchun boshqa joylardan aylanib yuraydi yursak ham shu yo'ldan. Endi nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bir minutda o'tgan odam bu yerdan o'tmasdi. Undan ko'ra piroldan ketar, nabarat mashinasi qiynalsa ham. Aholi va haydovchilarning yillar mobaynidagi tashvishi bugun tom ma'noda aridi. Ushbu yo'nalishdagi avtomobil yo'lining 30 kilometr qismida bugun jadal rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Prezidentimizni 2024-yil 5-iyundagi 212-sonli qaroriga asosan Chiroqchi Sho'rquduq avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. 30 kilometr umumiy uzunligi bo'ladi. 4 tasmali yo'l bo'ladi. Yo'lda eni 22 metr bo'ladi. Hozirgi kunda Qumshag'al qorishmasini yotqizish ishlari amalga oshirilyapti. Chiroqchi Sho'rquduq yo'li asosan 7 ta qishloqda bog'laydi. Nafaqat bu infratuzilmani yaxshilanishi, bu qishloq hududidagi aholiga ham qulay sharoitlar yaratiladi. Qolaversa, Samarqand, Shahrisabzni bog'laydigan avtomobil yo'li quriladi. Sayyohlarning oqimini ko'payishiga ham olib keladi. Mazkur qatnov yo'li zamonaviy standartlar asosida loyihalangan bo'lib, muhimi bu ishlarning samarasini bugun odamlar o'z hayotida his qila boshladi. Ko'p yillardan biz orzu qilgan yo'llar mana bo'lyapti. Avtomobillar o'tish uchun, piyodalar o'tish uchun aholimiz juda qiynalardi markazga borib kelishga. Katta rahmat prezidentimizga. Muxtasar aytganda, yo'lsozlikdagi islohotlar bu nafaqat hudud infratuzilmasi rivoji, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim sanaladi. Sababi yo'l bor joyda imkoniyat, harakat, savdo, xizmat ko'rsatish va eng asosiysi odamlarning kayfiyati yuqori bo'ladi.